Siz kutgan koreys dramasi All of Us Start seriali 2026-yil yoki 2027-yil boshida namoyish etilishi kutilmoqda. Serialning ikkinchi mavsumi suratga olish ishlari rasman yakunlandi va hozircha post-prokast bosqichida. Uning Netflix platformasida 2026-yilning oxirida yoki 2027-yilning yanvar oyida namoyish etilishi rejalashtirilgan. Ishlab chiqarish jarayonidagi kechikishlardan so'ng asosiy suratga olish ishlari 2025-yil iyulda boshlanib, 2026-yil fevralda yakuniga yetgan. Menimcha, 2027-yilning boshida, ya'ni yanvar oyida chiqishi mumkin. Balki 2026-yilning noyabr hamda dekabr oylarida ham chiqib qolishi mumkin. Ikkinchi mavsumi 8 ta qismdan iborat bo'lishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, ushbu serialning birinchi mavsumi 2022-yil suratga olingan va 8 ta qismdan iborat. Ushbu koreys dramasi ko'plab dunyoga mashhurlikka erishgan. Videomizga like bosing va keyingi videoroliklar o'tkazib yubormang.